Serpnoy davleniya bilan kasallanganlarning 90% dan ko'pida ko'z ikkita ko'radigan yoki ko'zi g'ilay bo'lib qolish yoki ko'zini umuman ko'rmay qolishi, oyoq qo'lni bir qismini ishlamay qolishi yoki ko'ngli aynish, qusish kabi holatlar kuzatiladi. Ko'pchilik bu so'zlarimga qarshi chiqishi mumkin, chunki o'zida ko'pchilik cherpnoy davleniya ham bor deb, lekin bunday holatlar, bunday belgilar kuzatilmagan deyishi mumkin. Chunki aslida cherpnoy davleniya ham bor deb yurganlarning 90% da cherpnoy davleniyasi bo'lmaydi. Bunga sabab juda ham ko'pchilik bosh og'rig'i kuzatildimi, cherpnoy davleniya ham bor degan fikrni bildiradi. Aslida cherpnoy davleniya bu bosh miyani ichki qismidagi bosh miya, ya'ni bosh va orqa miya suyuqligini harakatlanishini buzilishiga olib keladigan turli xil sabablarning bo'lishi va u suyuqlikni tiqilib qolishi. Ko'pchilik "Men borib cherpnoy davleniyamni o'lchatib keldim, 7 ekan, 5 ekan, bunaqa ekan" deydi. Aslida ularda cherpnoy davleniya bo'lmaydi. Va bosh og'rig'ini sabablari boshqa bo'ladi. Va haqiqiy cherpnoy davleniyani odatda nevropatolog shifokorlar kamdan kam holatda davolay oladi. Bu ko'pincha neyroxirurgik operatsiyalar qilishga sabab bo'ladi. Chunki u yerda o'sma, boyga aytganim qon quyilish yoki og'ir jarohat bor, o'shalarni bartaraf qilish kerak bo'ladi. O'shanda cherpnoy davleniya to'g'rilanadi. Bu videoni kim agar o'zida cherpnoy davleniya bor deb o'ylayotgan bo'lsa, o'shalarga yuborishlarni xohlardim. Chunki juda ham ko'pchilikni aslida bosh og'rig'ini sababi boshqa, cherpnoy davleniya emas.